need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Dubayda ish topish mavzusidagi videolarimni davom ettiraman va bugungi videoda ham ish topish jarayonida yuzaga keladigan vaziyatlardan birini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni har kuni o'nlab vakansiyalarga ko'zingiz tushadi, CV jo'natasiz, lekin ish beruvchidan hech qanaqa javob kelmaydi yoki bo'lmasa intervyuga chaqirishadi, sizni tanlab olmaydi. Shunda o'ylab qolasiz, balki tajribam yetarli emasdir yoki ingliz tili darajam yaxshi emasdir yoki bo'lmasa Dubayda balki ish topish qiyindir deb. Lekin aslida 1 yildan ko'proq Dubayda ishlab, yashab, tajribamdan ko'rib shuni bildimki, ko'pchilik ish topa olmayotgani sababi bu tajribasi kamligida emas, aksincha ish beruvchi qo'ygan vakansiyadagi kalit so'zlarni tushunmayotganligida yoki ularga umuman e'tibor bermayotganligida. Bugungi videoda men sizlarga Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya, umuman Gulf davlatlarida ish qidirish jarayonidagi ishlatiladigan kalit so'zlarni ma'nolarini tushuntirib berishga harakat qilaman va videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin ish topish jarayoningiz yanada tezlashadi, osonlashadi. Birinchi muhim ibora bu walk-in interview. Walk-in interview degani oldindan ro'yxatdan yozilmasdan turib intervyuga to'g'ridan-to'g'ri kelish degani. Ya'ni masalan bironta kompaniyada bo'sh ish o'rinlari bo'lsa, reception yoki ofitsiant, kassir, tozalovchi xodim yoki shunga o'xshagan o'zida bor vakansiyalarni qo'yadi va bir kunga walk-in interview e'lon qiladi. Soat mana shu vaqtdan shu vaqtgacha borib intervyuda qatnashsangiz bo'ladi. HR bilan yoki menejer bilan suhbat o'tkaziladi. Mana shu narsa walk-in interview deyiladi. Ko'pchilik Dubayga kelib ish qidiraman deydiganlar uchun mana shu walk-in interviewni topishlari kerak bo'ladi. Keyingisi bu cover letter. Cover letter degani bu qo'shimcha xat CV bilan birgalikda jo'natiladigan HR ga. Bunda asosan siz haqingizda yoziladi, oldin qayerda ishlagansiz, nima uchun sizni bu lavozimga olishlari kerakligini qisqacha tushuntirib berasiz. Masalan, men xodimlar xizmat ko'rsatish sohasida ishlaganman, tajribam bor, bunga juda ham qiziqaman yoki bo'lmasa oshpaz bo'lib topshiradigan bo'lsangiz, rezyumengizni ovqat pishirishni yaxshi ko'raman yoki shunga o'xshagan motivatsionniy xat, cover letter deyiladi. Bu ham juda ham muhim hujjatlardan biri. Keyingi so'z bu references. References degani siz haqingizda tavsiya beradigan oldingi rahbaringiz yoki menejeringiz, umuman tavsiyanoma. Ya'ni bu sizni yana ham professionalligingizni ko'rsatib beradi va yoki CV ga ularning kontaktini qo'shib ketsangiz bo'ladi. Nima lavozimda ishlaydi, u odam kim, rahbar bo'lsa rahbar yoki menejeringiz, email raqam, emaili, telefon nomerini yozib ketsangiz bo'ladi. Keyingi muhim ibora bu notice period. Notice period degani bu hozir ishlab turgan joyingizdan ishdan bo'shab, yangi kompaniyaga qo'shilishingiz uchungacha bo'lgan muddat notice period deyiladi. Masalan, Dubaydan mehmonxonalarda asosan notice period 2 oy, 1 oy muddat bo'ladi. Ya'ni sizni o'rningizga odam olgunlaricha o'sha ishxonada ishlab turishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birdaniga ishdan bo'shamasdan 1 oy oldin, 2 oy oldin ogohlantiriladi. Mana shu narsa notice period deyiladi. Kimdir immediately joiner bo'ladi. Ya'ni allaqachon ish boshlashga tayyor. Period qancha muddat ekanligini mana shu kontraktlarda yoziladi. Ishdan bo'shashdan oldin, qancha oldin ogohlantirishingiz kerakligi. Endi maosh bilan bog'liq so'zlarga o'tamiz. Basic salary, asosiy maosh degani. Dubayda maoshlar bir nechta qismlarga bo'linadi. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydigan bo'lsangiz, bu basic salary bo'ladi, service charge bo'ladi. Mana shu asosiy maosh basic salary deyiladi. Keyingisi allowance, transport yoki ovqat uchun qo'shimcha to'lov
kompaniya tomonidan ajratiladi. Masalan, yo'l kirangiz uchun, ovqatingiz uchun alohida pul ajratiladi. Basic salarydan tashqari. Mana shu narsa allowance deyiladi. Keyingi so'z benefits. Benefits degani korxona tomonidan beriladigan imtiyozlar. Oylikdan tashqari, masalan, kimdir accommodation provided deb yozib qo'yiladi vakansiyalarni o'qisangiz, ya'ni bu o'zini turar joyi bor, ishxona ta'minlaydi degani. Medical insurance deyiladi. Bu ham juda ham muhim so'z. Ya'ni kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, korxona tomonidan o'zini maxsus klinikasi bor. O'sha yerga borganingizda korxona sizni xarajatlaringizni qoplaydi. Endi mehmonxona va restoran sohasidagi lavozimlarni ingliz tilida nima deb atalish haqida. Birinchisi front desk agent, ya'ni reception xodimi. Ko'pchilik faqat reception deb qidiradi ish qidirganda, lekin front desk agent deb vakansiyalarda yoziladi. Yoki bo'lmasa guest service agent, mehmonlar bilan ishlovchi xodim. Ya'ni mehmonxonaga kelganingizda kutib olib, shu check-in, check-outga yordam beradigan xodim guest service agent deyiladi. F&B associate. F&B associate degani F&B, food and beverage, ya'ni ovqat va ichimliklarga aloqador xodim. Masalan, mehmonxonada turganingizda o'sha minibarni tekshiradigan yoki to'ldiradigan yoki bo'lmasa xonangizga ovqat zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, mehmonxonadan telefonda gaplashib zakaz oladigan, mana shunga o'xshagan lavozimlar F&B associate deyiladi, order taker deyiladi yoki bo'lmasam zakaz qabul qiladigan, buyurtma qabul qiluvchi. Buni ham F&B bo'limidan qidiriladi. Keyingisi bu commis chef. Commis chef degani boshlang'ich oshpaz degani, ya'ni hali tajribasi katta bo'lmasa ham ovqat tayyorlaydigan oshpaz commis chef deyiladi. Commis chef 1, 2, 3 o'zini lavozimlari bor. Ko'pincha tajribasi bo'lmagan xodimlarni ham bu lavozimga olishadi. Siz qaysi davlatdan va qaysi lavozimda ish qidirayotganingizni kommentariyaga yozib keting. Keyingisi barista. Bu kofe tayyorlaydigan xodim barista deyiladi. Host yoki hostess. Bu restoranga kelganingizda sizni kutib olib, joy ko'rsatadigan yoki stol tanlashingizga yordam beradigan xodim host yoki hostess deyiladi. Ko'pchilik buni waiter bilan adashtirishadi, lekin bu alohida lavozim va Dubayda juda ham ko'p vakansiyalar topishingiz mumkin. Host yoki hostess deb qidirsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, bu videoni ko'rganingizdan keyin sizni ish topish jarayoningiz ancha osonlashadi va bundan tashqari o'zimni yopiq Telegram kanalimda har kunga qaynoq vakansiyalarni joylashtirib boraman. Telegram kanalimning linkini olish uchun kommentariyada vakansiya so'zini yozib qoldiring va bu videoni Dubaydan ish qidirayotgan tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying. Ko'rishguncha xayr. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up